masalagi hammamiz ruhiy tarbiyaga muhtoj ekanligimizni bilibsizlar-da. Alhamdulillah. Haqiqatda hozir hammamiz ustozlar, shogirdlar va talabalar ruhiy tarbiya o'shaligi nafsning tarbiyasiga muhtojmizda. Ustozimiz Shayx Hazratlar shu vafot etishlaridan avval shu tarbiyani boshlagan edilar. Boshlab ruhiy tarbiya kitoblarini chiqarib, keyin orgaligi tasavvuf haqida tasavvurni chiqardilar, keyin hislatli hikmatlar sharhini chiqardilar. Keyin bizga ham tasavvufdan dars berishni boshladilar, alhamdulillah. Dars berishni boshlab yarimlariga borganimizda umrlari qisqa ekan o'tib qoldilar. Shu afsuslanamiz, shu tarbiya bo'yicha biroz chala qoldik-da. Shu ustoz bilan shu tarbiyani oxirigacha yetkaza olmay qoldik. Vazifalarni berib, o'rgatib, kundalik virdlarni, tungi virdlar, tonggi virdlar hammasi o'rgatib, unda qilayotgan paytlarda dabdursiz o'tib qoldilar kutilmaganda. O'sha bizga armon bo'lib qoldi. Biroz ulgurolmay qoldik. Endi alhamdulillah mana bunaqa kitoblar chiqibdi. O'zi Hazratimiz to'g'risidagi kitoblari bular yana ham to'ldiribdi o'rnini. Juda ajoyib bo'libdi. Naqangan shekilli, kleylangan ekan. Hammaydi. Ajoyib bo'libdi, juda ham ijodlaringga baraka. Mana bu naqshaligida Naqshbandi rahmatullohning shiorlaridan olishgan bo'lsa kerak-da bu nomni ham. Qalbga naqsh qilish, Allohning zikrini naqsh qilishini. Duo qo'yiliga Allohimma shu naqshi nashriyoti rahbarlari va xodimlari, u yerda faoliyat olib borayotgan hamma ishchilarni o'zi qo'llab-quvvatlasin. Xalqimizga ilm ma'rifat, ilm irfon tarqatishlikda, ma'naviyat, ta'lim tarbiya tarqatishlikda Allohim bo'lsin. Hozirgi kunda juda ham kitoblarga muhtojmiz. Yoshlarimiz bo'lib ham nihoyatda kitobga muhtoj. Mana shu borada xizmat qilyaptilar. Allohim qabul eylesin, xizmatlariga fayz bersin, baraka bersin, muvaffaqiyat bersin, o'zi qo'llab-quvvatlasin. Nashriyotdan sanoqsiz millionlab kitoblar nashr qilinib, xalqimizga yetkazilsin, xalqimiz bunga muhabbatli bo'lsin, kitob o'qiganda fayz oladigan bo'lsin, kitobsiz hayotni tasavvur qila olmaydigan darajada kitobga muhabbatli bo'lsin, o'qigan kitoblardan ham dunyoviy ham uxroviy manfaatlarni olib, hayotga tatbiq etib, shu borada xizmat qilayotganlar haqqiga duo qilib bormoqligidan Alloh hamma xalqimizga, mo'min musulmonlar, xususan yoshlarga Alloh taolo muvaffaq eylesin, o'zi nasib eylesin. Parvardigorim bu borada xizmat qilib turganlarni qo'llab-quvvatlasin. Kitob yozayotgan, sharh qilayotgan, tarjima qilayotgan ustozlarimizni, murabbiylarni ham Allohim o'zi qo'llab-quvvatlasin. Hammalarining ijodlariga, faoliyatlariga baraka bersin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatihi ya rahman.